Salam qeyrindeşim. Kitap okuş munberiga hoş geldiniz. Aldı bilen kitap okuş munberi namidin yeni yılınızını kutluqlayman. Andın kitap okuş munberidagi eserlerge dikkat berip kelginingizge chin dilimden rahmat eytiman. Men to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chaqlarimda Ürümçi shaharlik Ma'rif idorasi o'rinlashtirgan bir qitimliq nutq so'zlash musobaqasida taltiq, ya'ni Mamtili apandi to'g'risidagi maqolam bilan musobaqada birinchi bo'lgan edim. Keyin Ürümchidagi o'tir maktab va idora organlariga berib nutq so'zlagan edim. Nutqim nihoyatim olqishlangan edi. Danlıq obzorchimiz, o't yurak yozuvchimiz Yalqin Rozining taltiq haqidagi maqolasi meni ana shu jangovar, umidvor ham unutilmas yoshlik davrimga qaytardi. Shuning uchunmi 2020-yildagi kitob o'qish munberining nodir asarlari anglitishini Yalqin Rozining taltiq ruhi o'chmas mash'al nomli maqolasi bilan boshlashni tanlab oldim. Bu eser Yalqin Rozining "Men nemishqa obzor yozaman" nomli maqola obzorlar to'plamiga kirgizilgan. Taltiq ruhi o'chmas mash'al. Nutq 20-asrdagi eng oxirgi minutlarning jimjit uzishi bilan olamdagi ko'pincha kishilar 20-asrning tarixga aylanib ketishiga guvohchi bo'lib kelishdi. Yangi bir era, yangi bir asrning haybatli qo'ng'irig'i dong urib, dunyoni larziga soldi. Har qaysi ellar, millatlar, qavmlar o'zining asrlik natija utuqlari va tajriba saboqlari haqida o'ylanishga ulgurdi. Yangi bir tong, yangi boshlanish asrlardan beri turli tuman qismatlarga duchor bo'lib kelgan bizdek qadimgi madaniyatlik millatga qandoq tuyg'u beg'ishladi? 21-asrning qo'ng'iriqi kishini hayajonli hislarga cho'mdirdigan, eslatish, o'ylantirish va uyg'otish kuchiga boy yangroq sadosi bilan har bir xalqni necha ming yillik tarixiy kashmishlarni varaqlashqa, duch kelgan hayot qismatlardan idrokiy yakun chiqarishqa, yangidan duch kelgan kirzislarga chora amal izlashga, kelajagi ustida astoydil bosh qotirishqa, nemiga aqida bog'lab, nemiga intilib yashashi kerakligi haqida ta'xirsiz izlanishga undadi. Shu qatorda bizmi tafakkur quvvatimizning va bilish iqtidorimizning yetishicha aslashga, o'ylashga va izlanishga tirishdik. Uzoqlardan üzülüp kelayotgan xilma-xil ovozlarni angladik. Biz ana tariximizning qorong'u jilg'alaridan anglangan xosiyatli ko'kbörining so'zib hovlashlarga quloq soldik. Quloqlarimizga tonish bo'lgan bu muqaddas ovoz bizning vujudimizni hayajon ilkida titratdi. Tomirlarimizdagi uyg'on, sovugan qonlarimizni qizitib, jo'shqin do'lqin yasidi. Biz ulug' bovimiz O'g'izxonning oppoq arg'amoq ustida g'oliblarcha o'ltirib jakarlagan ulug' farmoniga quloq soldik. Uning shirdak hurkirab turib jakarlagan farmoni quloq tubimizda jaranglab ketdi. Men sizlarga bo'ldim xaqan, elinglar yo bilan qalqan. Tomg'i bo'lsin bizga bo'yan, ko'k bo'ra bo'lsin uran. Biz Turan Shohi buyuk bovimiz Olib Artuna'nın 100 minglagan ushluq qalpoqliq chavandozlarni agashtirib, Makkar Paris podshohlarining qo'shinlari bilan qonliq janggohda tutishganda arg'amoq etining ichidishliq kishnigan ovozini eshitdik. Yer ko'k yosh to'kdi. Butkul Turan vodisi larziga kelib, uchar qanotlardan tortib, gul giyohlargacha alamlik faryod ko'tardi. Olib Artuna o'ldimi? Vafosiz dunyo qoldimi? Palak uchini oldimi? Endi yurak yerdadir. Biz muqaddas o'tgan teg'ida o'ltirib, jahon so'rag'an bahodir qog'allarimizning jangovar qo'shinlarini boshlab, Sadichinning shimolidagi bepoyon yayloq cho'llarda shunqardek parvoz qilib, mag'rur talaffuzda oldi tarafda kun chiqishgacha, janubda kun o'tirsig'icha, orqa tarafda kun petishgacha va shimolda tun o'tirsig'icha
bu chegaralarning ichidagi butkul xalqlarning hammasi menga qaraydi. Beshi barlarni bosh akkizdim, tizi barlarni tiz puktirdim. Saltanatimning suri haybasi to'rt atrofni qopladi degan g'olibona ovozini angladik. Biz donishmand sultonimiz Stoqboraxonning jo'shqinlik urg'ib turgan qip-qizil Haqoniya bayrog'ini O'rta Osiyoning osmonida haybat bilan qandoq lapildatganligini ko'rdik. Qashqarda yangrab butkul Torim vodisini qoplagan mungluq azon ovozini angladik. Biz la'natgardi Affaxo'ja 17-asrning oxiri Junqar qo'shinlarini Saidiya saltanati ustiga boshlab kelganda, urkib cho'l jazirlarga qochgan mazlum xalqning och zorliqda qilgan nolisini angladik. Yarkandagi oliy bilim yurti 360 hujriliq oltinliq Rashidiya madrasasini qurshab, o'z qo'li bilan o't qo'yganda madrasa ichiga panohlanib olgan 2000 dan o'shuq ustoz shogirdning charaslab kuyib atgan dahshatli o't dengizi ichida qilgan qarg'ishlarni angladik. Biz ana shu qulluq asorti va nadonlik jaholati tufayli boshlangan ko'p asrlik tugumas so'riqchiliklarda, tarixning tugumas tasqashlarida qadimda Türkiy xalqlari ichida avangard hisoblangan bu madaniyatlik millatning butunlay holidan ketib, to'limi zaif va bechora holatga tushib qolganligini asladik. O'rta asrda yashagan mashhur islom tarixchisi Mas'udi ajdodlarimiz to'g'riliq davrimizda, ya'ni 943-yildir Türk qabilalari va turklar ichida 9 o'g'izlardek botir, ulardek qudratlik ham ulardek mustahkam davlat boshqarganlar yo'q deb qoyillik bilan tasanna o'qigan. Bu ulug' xalq oradan 1000 yillar o'tganda, xuddi olim Abdushukur Muhammad Eminning tili bilan aytganda, Ahmad Shoh Qaraqashning mashhur satrasi ot haqida Muhammadda tasvirlangan Abgar otning holiga tushib qolgan edi. Haqiqatan bu yillarda Uyg'ur xalqi Manju hükümranlarının qo'llashtiruvchi qabih siyosat qonunlarining tömür panjisida va so'pi ishonlarning nadonlashtiruvchi aqida tashabbuslarining jaholat iskanjisida g'urur iftixoridan va ishonch e'tiqodidan ayrilib, zaiflashib, o'rinlashib, tushkunlashib, buzuqlashib, insoniy safosidan ig'iz ochqili bo'lmaydigan bir to'p onqov ozg'un quvmaga aylanib qolgan edi. Aşı yıllarda Qashqariya tuprog'iga qadam bosgan 23 yoshli qozoq olimi Cho'qon Varixonov 1858-yili o'z xotirasiga mundoq yozgan edi. Bu millatning beshiga kelayotgan bitmas tugumas qulluq asorti, zo'rliq zombuluq ham adolatsizliklar ana shundoq bir-biriga ishonmaslik, o'rinliq, yolg'onchilik, buzuqlik degandek illatlarning yamrab ketishiga sababchi bo'layotdi. Lekin bu millatda boshqa millatlarga nisb bo'lmagan shundoq bir sehriy kuch borki, agar bu millat boshqacha bir afzal sharoitga ega bo'la olgan bo'lsa-da, o'zlari bilan bir dindagi boshqa millatlarni orqaga qoldirib, hammaning oldiga o'tib ketgan bo'ladi. Cho'qon Varixonov to'g'ri aytgan edi. Albatta, kishilar ziyoda parvishga, chekidan oshgan rahbarlikka va qattiq nazoratga tushib qolgan joyda muqarrar shundoq bir oqibat kelib chiqadi. Bundaq kishilar qutqizg'ili bo'lmaydigan zaiflikka giribdor bo'ladi. Samoil Ismoilis tayinib kelgan muqaddas e'tiqod tuvriklarini qurut yeb kavoq qilib qo'ygan. Nur chechib kelgan ma'rifat mash'allarini bo'ron so'qib xira qilib qo'ygan bu xalqning nodon qiz o'g'illari buningdan 100 yil ilgariki ko'ni asrdan yangi asrga atlashning xosiyatini qilcha his qila olmagan. Asr olmish paytida yangragan qo'ng'iroq sadosini ozroqmi anglay olmagan edi. Ayni chaqda ko'tarilgan yangi asr quyoshining tunji oltin nuriga suyunish ilkida cho'malmagan edi. Demak, 19-asrdan 20-asrga jahondan bexabar holda qulluq kishilarini sharaqshitib, nodonlik jandilarini so'rishib,
kirib kelgan Uyg'ur xalqi insoniyat olamida yuz berib atgan imperiya urushlaridan, ozodlik harakatlaridan, ilm, ma'rifat yengiliklaridan tamamen xabarsiz edi. Zulmet qo'yunlari cho'rgilab tinmagan bu qadimki tuproq, g'aflat uyqusiga g'arq bo'lib ketgan bu qadimki xalq yangi tarix yarata oladigan shir yurak azimatlarining va yangi do'lqin qo'zg'aya oladigan o't yurak o'g'lonlarining o'ttirga chiqib, o'zlarini bu kulfatlik taqdirdan qutulishni to'limi orzu qiladi. 20-asrning beshida Akufku Musaboyevlar ochgan yangi fanniy maktablar, Abduqodir Damollam ilib kelgan jaddizm tashabbuslari, Qumul tog'larida yongan inqilob yolqini, muhitiylar o'g'illarining qilichida yaltiragan quyosh nuri, Abduxoliq Uyg'ur tovlagan uyg'utish cho'qallari, Mamtili apandi qo'zg'agan yangi ma'arif harakati, Qutlug' shavqi chiqargan gazet jurnallar bu qadimki tuproqning unutilgan sho'hratini tiklash, qadrini yo'qotgan bu qadimki millatning insoniy izzatini tiklash yo'lidagi tarixiy urinishlar edi. E'tiqod jihatdagi soplikni va madaniyat jihatdagi an'anaviy izchillikni yo'qotib, jaholat dashtida tengirqab turgan, qo'lluq va mahkumlik psixikasiga asir bo'lib, xor va zabunluq ko'chisida o'milab yurgan bu xalqni ha degandala üzülmez ma'naviy rishtiga ega qilib uyushtirish va o'rtaq milliy orzu yo'lini bo'ylab minishga yetaklash haqiqatan mushkul edi. Shundaqdimi tirishchanlik va qizg'inlik unumini ko'rsatdi. Bu mazlum xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash, o'zining insoniy qadr-qimmatini tepib yashash va ishonch e'tiqodini mustahkamlash, ilm, ma'rifat mash'allarini yelinjitib, nodonlikning qora qo'lidan qutulish yo'lidagi tarixiy urinishlari do'lqin yasadi. Bu tarixiy urinishlar mayli qanday natijalangan bo'lsin, xalq bu jarayonda nimaga aqida bog'lab, nimaga intilib yashash kerakligini dastlabki qadamda to'nib yetdi. Natijada milliy o'zlik ingimizda zamonning talabiga moslashqudak darajada bo'lmasa-mu, har holda ilgirki yillardagiga selishtirganda kishini umidvor qiladigan uyg'onish do'lqinlari shakllandi. Ani shu milliy o'zlik ingimizda shakllangan uyg'onish do'lqinlarining avjida bir yangroq sada, ya'ni tavbiq ruhi nadonlikdan, qaloqlikdan, bexudlikdan qutulish yo'lida borliqini beg'ishlash, ilm, ma'rifat orqali millatni gullantirish ruhi o'zgacha sehriy qudrat bilan nari tortdi. O'yg'on xalq, yurtingni sen qutuldir. Maktab bilan chiroq yoqqin nur to'ldir. Bitsun amdi zulmat davri istibdod. Qora kundan shum taqdirdan bo'l ozod. 20-asr tariximizdagi ulug' ma'arifchi, talantli tashkilotchi, o't yurak kompozitor va shoir Mamtili apandi, ya'ni Tavfiq 1901-yil tug'ilib, 1937-yil vafot bo'lgan. O'zining qisqa, ammo qismatga boy shalliq hayotida haqiqiy ma'arifchiga xos fidokor obrazi, inqilobchiga xos jangovar ruhi, tashkilotchiga xos puxta harakati, jangchiga xos qaysar xarakteri va san'atkorga xos mag'rur hissati bilan tillarda daston qilg'udak ulug' ishlarni vujudga chiqarib, yolqinliq maktab naqshi marshlarini ijod qilib, o'z aqidasi yo'lida kuyib kul bo'lib, ruhiyat tariximizdagi qimmatli angushtar Tavfiq ruhini yangratib, milliy o'zlik ingimizda shakllangan uyg'onish do'lqinlarining avjiga bir yangroq un qatdi. Ma'naviyat osmonimizga bir o'chmas mash'al yoqdi. Bu ulug' ruh go'yo o'chmas mash'alga o'xshash bizning izdinish yo'llarimizda doim nur chechib turadi. U bir muqaddas sado sifatida bizni nimaga aqida bog'lab, nimaga intilib yashash kerakligi haqida har doim ogohlantirib turadi va umidvorlik, fidokorlik bilan yashashga ilhomlantiradi.
21 əsrinin tunji tong quyoshi o'zining ilhom baxsh jilvasi bilan xalqimizning qalb qasridan o'rin olgan qimmatlik angushdir. Tavfiq ruhini va bu ruhning yaratquchisi bo'lgan Mamtili apandi tug'ilganға to'g'ri 100 yil bo'lganligini esimizga soldi. Biz barliqini ona xalqiga beg'ishlagan bu buyuk o'g'lanning 100 yillik tavalludini qanday xotirlaymiz? Hissiyatliq nazm qo'shoqlarni kutib qo'yish, qabrisini ziyorat qilib, tuproq beshiga guldastalar qo'yish, xotirlash so'rovlarini tashkillab, hayajonliq nutuq ta'sirotlarni so'zlab qo'yishdek umumlashgan odat bo'yicha xotirlaymizmi yoki aqida gulzoridan, tafakkur gulshandan hikmat guldastalari rastlab, uning sharbiga ataymizmi? Yoki bo'lmasa tavfiq ruhining mohiyati ustida izlanib, uni hayot faoliyatlarimizda izchillashtirib yashaymizmi? Bu har kimning aqida e'tiqodiga, aql iqtidoriga va g'ayrat jasoratiga bog'liq masala albatta. Meningcha eng afzali milliy ruhiyat tariximizdagi qimmatlik angushdir. Tavfiq ruhining mohiyati ustida izlanib, uni hayot faoliyatlarimizda izchillashtirib yashash. Xalqimizning o'yin tomosha, kulki chaqchaq, nag'ma-navo so'rovlarga g'arq bo'lib, bexudlarcha yashashining zalolatga ilib boradiganligini ogohlantirish. Zamonning taqozzosiga quloq selib, ilm ma'rifat ishlarini a'lo bilib, nodonlikdan, o'rinliqdan qo'l uzishga turtki bo'lish. Duch kelgan xilma-xil krizislarga oqilona yuzlanib, o'zimizni to'nib va o'zimizni kuchaytirib, raqobat so'rovlarda o'zimizni namoyon qilib, shon-sharaf quchib yashashga turtki bo'lish. Avlodlarni har qanday xiris va to'salg'ularga taqobil tura oladigan, izzat hurmat uchun kurash qila oladigan qilish. O'zini uzuksiz mukammallashtirib, o'zga xalqlar bilan qo'lni qo'lga tutishib, barobar, inoq, baxtiyor, ko'ngillik turmush barpo qila oladigan qilish. Davr va zamon yuklagan mas'uliyatni bajonidil o'rinlay oladigan qilish. Ana shu chaqdala biz Mamtili apandini haqiqiy xotirlagan bo'lamiz. Keskin raqobat to'lqinlariga o'zimizni bemalol otya olamiz va kutmagan xirislar oldida mustahkam, mazbut putdastab tura olamiz. Tavfiq ruhi shaxsiyatsiz ruh. U bahramon bo'lib yashashni a'lo biladigan emas, balki beg'ishlab yashashni a'lo biladigan ruh. Tavfiq ruhi kurashchan ruh. U nodonlik va yovuzlikqa qarshi turib, erkin, madaniy, hur hayotni oliy nishon qilgan ruh. Tavfiq ruhi ma'nisi mo'l, ahamiyati zo'r, angushtar kabi ruh. Tavfiq ruhi ilhom baxsh ruh. U jasorat va farosat bilan to'lgan ruh. Tavfiq ruhi o'chmas ruh. U mash'alga o'xshash yo'riq sepib, uzuksiz lavuldab yenib turadigan ruh. Tavfiq ruhi u milliy hayotimizdagi bir turlik qimmat o'lchami. Tavfiq ruhi mangu vaqt o'tmaydigan yuksak ruh. 2001-yil yanvarda yozildi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Maqolaga kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan. 2020-yil 10 yanvar janvada unga elinib tayyorlandi.